Bir kishi boshqa bir qishloqdagi do'stini ziyorat qilishlik uchun yo'lga chiqadi. Alloh taolo ana shu bandani yo'liga bir farishtani odam suratida Alloh yuboradi. Haligi odam suratidagi farishta do'stini ziyorat qilishga ketayotgan kishini yo'lda to'xtatib, "Qayerga ketyapsan?" dedi. "Falon qishloqda do'stim bor edi. Shuni ziyorat qilishga ketyapman" dedi. Shunda farishta aytadiki, "O'sha do'stingdan biror manfaat kutyapsanmi? Yo ishing tushib qoldimi? Yo'inki qarzing bormi?" dedi. Ya'ni nima maqsadda boryapsan do'stingni ziyoratiga? Haligi do'stini ziyorat qilishga borayotgan kishi aytadiki, "Yo'q, men uni faqat Allohni roziligi uchun yaxshi ko'raman. Shu maqsadda uni ziyorat qilishga boryapman" deganda, haligi farishta xushxabarni bergan ekan. "Fa inni rasulullohi ilayka bi anna Alloha qad ahabbaka kama ahbabtahu fi." Men Allohni senga yuborgan elchisiman. Sen u birodaringni yaxshi ko'rganingdek, Alloh ham seni yaxshi ko'rdi, deya xushxabarni berdi. Qarang, Alloh taoloni muhabbatiga bir banda boshqa bir bandaga Alloh uchun muhabbat qo'ygani uchun erishdi. Xolis Alloh uchun do'stini yaxshi ko'rardi, Alloh uchun ziyorat qildi. Alloh taolo o'zini shu bandani yaxshi ko'rganligini farishtasi orqali xushxabarini berdi. Demak, Alloh yo'lida do'stlashish, birodar bo'lishlik shu darajada buyuk maqomlarga insonni ko'tarar ekan.